Bilasizmi, Tom va Jerry faqat Amerikada chiqqan bo'lsa, Sovet ittifoqida ham shunga o'xshash multfilm bo'lgan. Bu Nuppagadi, Tom va Jerry singari Bo'ri va Quyonning tugamaydigan quvlash o'yini haqida. Lekin bir farqi bor edi. Unda faqat janjal emas, balki o'sha davrning madaniyati, musiqa va hayoti ham aks etardi. 1969-yilda Nuppagadining ilk seriyasi premyera qilingan. Bo'rining ovozini mashhur aktyor Anatoliy Papanov bergan. Hatto u vafot etgandan keyin ham eski yozuvlarni ishlatishgan. Dastlab Quyon personaji qiz bo'lishi kerak edi, lekin keyin uni o'zgartirishgan. Multfilmda hech qachon xayr tugadi degan so'z bo'lmagan. Hamma vaqt davom etaveradigan qilib qoldirilgan. 2005-yilgacha 20 ta seriya ishlangan, lekin eng mashhurlari 70-80-yillardagi epizodlari bo'lgan. Anatoliy Papanov voqealarni shunaqa jonli ijro etib berganki, Bo'rining Nuppagadi degan gapi xalq orasida afsonaga aylangan. Tom va Jerry dunyo bo'ylab 160 ta mamlakatda ko'rsatilgan bo'lsa, Nuppagadi ham Sovet davrida millionlab odamlarning sevimli multfilmiga aylangan. Shu bois kimdir Amerikada Tom va Jerry bilan ulg'aygan bo'lsa, bizning hududimizda Bo'rining birgina Nuppagadi degani butun bolaligimizni ifodalaydi. Tom va Jerry Amerikani larzaga solgan bo'lsa, Sovet ittifoqini Nuppagadi larzaga solgan.